Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Men o'tgan galgi videolarda sizlarga ofisli notebooklar, игровой notebooklar haqida gapirgan edim. Narxlari bilan tanishtirgan edim. Bugun bo'lsa sizlarga hozir ommalashayotgan traderlar, targetingchilar uchun mo'ljallangan notebooklar haqida va narxlar haqida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana bu yerda turgan neobычный notebooklarni ham sizlarga tushuntirib beraman. Bular yangicha notebooklar. Xo'p, narxini qimmatidan boshlab arzoniga qarab ketaveradi. Bir boshidan boshlaymiz. Mana shu qo'limda turgan notebook HP brendini Core i7 protsessorli notebooki 12-avlodi bo'ladi. Operativ xotirasi 8 GB, SSD xotirasi 512 talik bo'ladi. Mana shu notebooklarni Malika bozorida imенно Flipus brendi ostida biz $380 sotyapmiz. Lekin YouTubedan keladigan mijozlarga katta chegirma qilib beramiz. Mana 380 dan boshlandi, endi narxi pastlashib boraveradi. Bundan keyingi o'rinni mana Lenovo notebookiga beramiz. Bu Lenovo notebooki Core i5 protsessorini 12450H protsessori bo'lib, bu protsessor bo'yicha menimcha men Core i7 dan ham o'tadi. Men sizlarga solishtirib beraman. Sababi 12 potok 8 yadroli protsessor bo'ladi. Operativkasi 16 GB, 512 talik SSD bo'ladi. Buni targetingchilar, traderlar, marketologlar bemalol foydalansa bo'ladi. Qotmasdan zo'r ishlab beradi. Keyin buni yana qulayligi, bundan tashqari dasturchilar, kod yozadiganlar, sayt yasaydiganlar bemalol foydalansa bo'ladi. Bundan keyingi o'ringa mana Huawei notebookimiz bor. Bu premium tipdagi notebooklar qatoriga kiradi. Sababi bunda alyuminiy korpus, IPS ekran va Core i5 protsessorini 12450H protsessori, Lenovoga o'xshab 12 potok 8 yadroli protsessor bo'ladi. Operativkasi 16 GB, SSDsi 512 talik bo'ladi. Buni narxini $330 ga qilib beramiz va yana qaytarib o'taman, YouTubedan keldim deb aytsanglar, yana zo'r skidkalarimiz, bonuslarimiz albatta bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi o'rinda HP ProBook modelimiz bor. Bu ProBook ham premium qatoriga kiradi, sababi bunda ham alyuminiy korpus, klaviaturasi yonadigan, отпечатки пальцев ekrani IPS bo'ladi. Juda yaxshi model, tavsiya qilaman. Ekrani faqat 14 dюйм bo'ladi. Bu ko'tarib yurishga ko'proq, MacBookni yaxshi ko'radigan odamlarga analog bo'la oladi. Buni protsessori faqat bular, mana Intel'larni aytib o'tgan bo'lsam, bularda Ryzen protsessor bo'ladi. Ryzen 5 protsessorini 5000-seriyasi bo'ladi. Bunda ham 12 potok 6 yadro protsessor, bemalol dasturchilar, traderlar, target bilan shug'ullanadigan marketologlar ishlata oladi. SMM sohasiga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Operativkasi bunda 8 GB, SSD xotirasi 512 talik bo'ladi. Buni narxi $330 chiqadi. Bunga ham bonuslar qilib bera olamiz, xudo xolisa. Buni olib turamiz endi. Xo'p, yana bu yerda endi bu yoqdan davom etamiz. Endi ko'rasizlar, narxlar tushib boryapti. 380, 340, 330, bu ham 330 va 330 ga mana yana bitta zo'r modelimiz bor. Acer firmaniki. Qaranglar, buni ham 330 dan, buni ham 330 deyman, lekin buni protsessori kuchliroq bo'ladi. Ryzen 7 ni 5000-seriyasi bo'ladi. Operativ xotirasi 16 GB, 512 talik SSDsi bo'ladi. Alyuminiy korpus bo'ladi. Acer Aspire Lite degan modeli juda yaxshi model. Tavsiya qilaman. Buni ham oladigan bo'lsangiz, mana shu modellardan qaysi birini olsangiz ham men sizlarga 100% kafolat berib aytaman. Umuman qotmasdan ishlab beradi. Narxi $330. Dizayn ko'rinishi juda chiroyli. Ranglari ham neobычный ishlangan bo'ladi. Xo'p, keyingi o'rinlarga sizlarga ikkita model, mana yana bitta Acer aytib o'taman. Bu ham eng zo'r modellardan bittasi. Ryzen 5 7000-seriyasi bo'ladi. Hali sotuvdan chiqishi tugallanmagan. Hali ham sotuvda bu modellar. Ryzen 5 7000-seriyasi. Bularda 12 potok 6 yadr, 8 potok 4 yadr, ikki xil chiqqan. Buni agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan yoki nomerimizga telefon qilsanglar, batafsil ma'lumotini bilib beraman. Keyin yana bitta narsa aytib o'taman. Bu yerda ishlagan notebooklar 2 kun ishlagani bor, 3 kun ishlagani bor, atigi 2 soat ishlaganlari ham bor. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana narxini ko'ryapsizlar, hamma cho'mchagiga mosini tanlaydi. Telefon qilib turib, mana shu model narx ishlagan vaqtini bilib beringlar desanglar, bizda tekshiradigan programmamiz bor. O'sha orqali tekshirib, kerak bo'lsa rasmga olib tashlab beramiz.
Endi davom etamiz. Mana Acer notebooki Aspire 3 modeli, Ryzen 5 7000 seriyasi bo'ldi. Operativ xotirasi 16 GB, DDR5 bo'ladi. Mana plus tomonlari, SSDsi 512 talik bo'ladi. Mana shu notebookimizni atiga $280 qilib beramiz. Mana o'sha ancha narxli tushishni boshladi. $280 tavsiya qilaman. Bu o'zi olib sotarlar ham qiziqib qoladigan model, chunki ustida foydasi bor. Keyingi modelimiz yana Acer. Acerlarimiz ko'payib ketibdi. Acer modeli mana Core i5 protsessor, mana o'sha Intelga o'tdi, Ryzendan Intelga o'tdi. Core i5 protsessorining 11-avlodi. Operativkalari 8 GB, SSDsi 256 talik bo'ladi. Mana shuni bor yo'g'i $250 ga olib, bemalol target sohasi, marketolog, traderlar, hatto dasturchilar ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari office o'g'limga olib bermoqchiman, ITga olib bermoqchiman desangiz, bemalol eng optimal variant, eng hadovoy variant deb ayta olaman. Keyingisi mana yana bitta Ryzenimiz bor. Mana Ryzen qaranglar. Nega buni premium dedim? Bu premium emas, bu premium notebook bo'ladi. Ryzen 5 bu ham 5000-seriyasi bo'ladi. Konfiguratsiyasi o'xshash. Bunda adashmasam 8 ga 512, bunda 8 ga 256 GB SSDsi bor. Rangi chiroyli, hadovoy. Mana shu notebookimiz adashmasam yo 2 kun yo 3 kun ishlagan notebook. Yangidan farqi yo'q. Mana yangi notebooklar ham sotamiz biz. Yangisi mana $300 tursa, $300. Mana shu notebookni sizlarga $240 ga berib yuboramiz. Bemalol aytgan sohalarimga, o'sha traderlarga, targeting, marketolog, dasturlashga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Endi keyingi notebookimiz undan ham arzon bo'ladi. Mana GTV notebooki, bu 1980-yildan boshlab Amerikada ishlab chiqarish boshlangan. Budjetli notebooklar qatoriga kiradi. 2005-yilda Acer brendi buni sotib olib, o'zini budjetli notebooklarini GTV brendi ostida ishlab chiqaradi. Bu Ryzen 7 protsessorining 3000-seriyasi bo'ladi. Operativkasi 16, 512 talik bo'ladi. Bu protsessor juda kuchli, brendi GTV bo'lgani uchun sizlarga mana shu notebookga atiga $230 ga berib yuboramiz. Faqat ulgurib qolishinglarni so'rayman, chunki bu notebooklardan soni cheklangan, lekin bular sotilib ketgan taqdirda ham sizlarga, misol uchun, boshqa o'ringa mos shunaqa narx atrofida takliflar qila olamiz. Mana bu notebookimiz eng budjetlisi bo'lyapti. Bularning ichida narxi HP brendniki bo'ladi. Narxini atiga $190 qilib beramiz. Ryzen 3 protsessor bo'ladi, lekin 5000-seriya bo'lganiga 8 potok to'riyadir bo'ladi. Operativ xotirasi 8 GB, SSD xotirasi 256 GB. Bularning ichida hammasida SSD o'rnatilgan bo'lgani uchun umuman qotmasdan zo'r ishlab beradi. Keyin bunga yana nima desa bo'ladi? Buni bemalol dasturchilar ishlata oladi, saytga, traderlarga ishlata oladi. Mana shu notebooklardan o'sha boshlanadi, mana $190 gacha. Keyin bu yerda mana o'tgan gal aytib o'tganimdek $130, $120, $100, даже ishonasizlar 1 millionga ham variantlarimiz bor. Buni aloqaga chiqsanglar, bularni alohida Telegramdan yoki Instagramdan ham yuritamiz, ichkilarga tashlab beramiz. Endi mana sizlarga mana bunaqa notebooklarni taxlab qo'yganman, hayron bo'lasizlar, bular qanaqa notebook ekan. Bular aslida bunaqa emas, bunaqa ko'rinishda bo'ladi. 360 gradusga aylanadigan sensorli notebooklar. Buni ko'proq planshet qilib ishlatishga olishadi. Qizlar ko'proq yaxshi ko'radi. Keyin biznes book hisoblanadi bular. Biznes bilan shug'ullanadigan, internet orqali ishlatish. Bular ham bo'ladi. Targeting sohasiga, marketologlarga juda ishlatishga qulay, ayniqsa proyektlarni bundoq o'tkazib klientga ko'rsatadigan bo'lsangiz, sizga ancha qulaylik tug'diradi. Bular narxini aytib o'taman. Mana Core i5 protsessori 14-avlod, eng oxirgi avlod. Bu yangi, bu ishlatilmagan notebook. Narxi $540 ga chiqadi sizlarga. Operativkasi 8, SSDsi 512 talik bo'ladi. Bu bitta variant bo'ldi. Endi xuddi shuni Core i3 protsessorining 13-avlodi bor. Bu boshqa temaga o'tamiz. Ko'rasizlar, Core i3 protsessori operativkasi adashmasam 4, 256 GB SSD bo'ladi. Buni narxi $410 atrofida chiqadi. Mana narxlar tushib boryapti bu modellarda ham. Keyin bu yoqdan ko'rsatadigan bo'lsam, mana buni ko'rsatay. Xo'p. Bu Lenovo'ning Flex 5 degan modeli. Flex 5. Bu ikkalovi yangi edi. Bu endi yangisi, bu ishlatilganini sizlarga ko'rsataman. Xo'p, qulayliklari. Ekrani 15.6 dyum, katta ekran, 360 gradus qayladi.
bemalol sizni qo'lingizda 15.6 dyuymli sensorli notebook, planshet bo'ladi, katta ekran degani. Protsessor Core i5 protsessorining 12-avlodi bo'ladi. Operativkasi adashmasam 16 GB, 16 GB operativka, 512 talik SSD bo'ladi. Protsessor Core i5 12-pokoleniya bo'lgani hisobiga 12 potok 10 yadr protsessor bo'ladi. Bu juda kuchli degani. Bemalol IT sohasiga, treyderlar, dasturlashga bemalol ishlatsa bo'ladi. Uchinchi, Photoshopda ham montaj ishlarini qilsangiz bo'ladi. Tavsiya qilaman. Xo'p, eng zo'ri mana HP Envy degan modeli, Envy. Hozir buni yangisini ko'rsatgan. Bu ishlatilgani. Ishlagan bo'lsa, misol uchun 2 kun, 3 kun ishlagan bo'lishi mumkin. Buni ham aniqini qarab beramiz. Modellar ko'p bo'lgani hisobiga sizlarga aniq ma'lumotni o'zingizga, lichkalarga tashib beraman. Bu ham 360 gradus bo'ladi. Ekrani 15.6 dyum. Juda yaxshi model. Ranglari ham chokko. Neobычный bo'ladi. Buni oladigan bo'lsanglar, maza qilib ishlatasizlar. Proyektlarni ko'rsatishga udobno bo'ladi. Buni narxini sizlarga skidka narxda, xo'p, $440 ga qilib beraman. 440. Yana kami bor. Bemalol aloqaga chiqib tortinmanglar, o'tadigan joyi bo'ladi. Bemalol olib, maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bonuslarimiz bor, narxlardan o'tib beramiz. Mana ikkinchi modelimiz HP, bu ham 360 gradus orqaga qayiladi. Ekran sensor bo'ladi. Bu eng budjetli, menimcha eng birinchi sotiladigan model bo'lsa kerak, chunki narxi juda arzon chiqadi. Atiga mana shu notebookni $280 ga sizlarga 3 oy kafolati bilan beraveraman. Bizdan notebook olsanglar, har bitta notebookka 3 oy kafolat beramiz. Talonga yozib, pechat urilgan bo'ladi, ofitsialniy. Hamma notebooklarimiz yaxshi. Malika do'konimizga kelib ham olib ketsanglar bo'ladi. Bizning joyimiz aniq. Kelgan viloyatlarga dastavkamiz bor. 12 ta viloyatga 1 kun ichida, uzoqroq viloyatlarga 2 kun ichida yetkazib beramiz. Telegram kanalimizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Mana shu aloqaga chiqib, bemalol xohlagan yoqqan notebook tanlab etsanglar bo'ladi. Bizda mana bu yerda ko'ryapsizlar, yangi notebooklar ham bor. Bu yerda ishlatilgan notebooklar ham bor. 1 millionga notebooklar ham bor. Kelgan gamerskiy, mana tepa qatordagi hamma notebooklar gamerskiy notebooklar. Buni professional soha egalariga ko'proq tavsiya qilaman. Olsanglar bo'ladi. Yana ma'lumot kerak bo'lsa, aytganimdek nomer qoldiraman. Aloqaga chiqinglar, ulgurib qolinglar. Zo'r narxlar Malika bozori 40-A do'konida Flip Uz brendi ostida bizdan xarid qilsanglar bo'ladi.